Batareyalarimiz hali ham aksiyada ketyapti. Kelib $35 dan mana shu alyumin batareyalarni xarid qilishingiz mumkin. Bu radiatorlarimiz alyumin bo'ladimi yo biometal bo'ladimi? Bularni 3 xil usulda ulasa bo'ladi. Birinchi usul bu tegidan ulanadigan usul. Bu asosan однотрубный sistemada ulanadi. Ko'rib turganingizdek, mana shu podacha ham, обратка ham bir tekis qilib tegidan ulanadi. Ikkinchi usul bu yonma-yon ulanish usuli deyiladi. Bu asosan domlada ko'p qo'llaniladi. Stoyak turba tushgan bo'ladi. O'sha yerdan tepadan podacha, pastdan обратка olinadi. Uchinchi usul diagonal ulash usuli deyiladi. Podacha yuqoridan, обраткasi pastdan bo'ladi. Bu usul asosan двухтрубный sistema yoki PAUK sistemada ko'p qo'llaniladi. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Topidom sahifasiga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Keyingi videomiz biometal hamda alyumin radiatori qanaqa ajratiladi va ular qanaqa joyga qo'yiladi shu haqida bo'ladi.